Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlangıç leksiyada sırgacı rozu. Washington'da sözlerimiz bugünkü islahiş kimin 24. yılı 11. ayının 21. günü vatandaş. Haftaki Perşembe. Şimdi gün çarşamba iken tokona, seyşembe de baktık haftada. Ayşe günü varsa şaşırttırdı. Bugün sizlerge sözleydiği vaziyetimiz nime deseniz, sözde kelimatımız ötkende vatandaşlar vakında diyemedik. Biz bunu ki muhakeme kılımız diyemedik. Hazır için muhakeme kılışının eşkanda zaruriyeti kalmadı. Çünkü bir gün sözlüğün leksiyemizde ikinci bir gün yetip kelimatkan leksiye toluklattırması da vatandaş. Çünkü biz sizlerge sözlüğün avval sözlüğün leksiyemiz konkretlikle keyinki sözlüğünde leksiyemiz nezriyevi yani abstrakitlikle. Her işkisi nöbet yeniden sayılanan Prezident Trump hükümetinin aldığımızdaki siyasetleri. Bugün de sizlerge sözlüğünde yani bir aşınan toluklamışı hem bu üçüncü kol rehber deyimiz. Amerika Birleşik Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası'nın başlığı Mike Johnson. Amerika'da nöbetli üçüncü kol rehber endilekli tümügün silahı sözlüğün aldığı fıkhını silahı sözlüğün leksiyelerini bugün parlament başlığı Avam Palata başlığı Mike Johnson kandak sözlüğü. Sizge evvela vaziyet hem siyasetke bağlı kaldı bunu bir tavşırayla vatandaş. Xi Jinping özlüksüz boşap gitti. Amerika Avam Palata başlığı kattık cevap kaytırdı. Mavzulu haber 11. ayının 20. günü büyük İrat orbiti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika şiar vakti 11. ayının 19. günü Amerika Avam Palata başlığı Mike Johnson akbarat ilan kılış yığınıda yeni bir nöbetlik Avam Palata'nın hizmet planı üstüde toktulup munda görsetti. Men çünkü intayın kattık pozisiya kullanışımız gerek de hesaplayma. Men deydi Avam Palata başlığı Mike Johnson çünkü intayın kattık pozisiya kullanışımız gerek deyip oylayman. Bu işgün silahı sözlüğünün konkret bayanı da etkanda Amerika devlet rehberlerinin yani üçüncü kol rehberinin ağızdan çıkıvatlarken. Çünkü hatta pozisiya kullanışımız gerek de hesaplayma. Yeni bir nöbetlik devlet meclisi vakatın bunu intayın kattığı pozisiya tutuşumuz gerek. Hazır devlet meclisideki Kemal Palata azaları, devlet meclisi Avam Palata azaları asası cihetten digidek yeniden sayılandı. Şundak deydi ki bu nöbetlik devlet meclisimiz bununla yaki Cumhur'u kandak muamele kılışta intayın kattık pozisiya tutuşumuz gerek. Cumhuriyetçiler Partisi'nin mensupları şundakla devlet meclisinin azaları bununla hem yani Cumhur'a kattık kol muamele kılış, kattık pozisiya tutuşumuz gerek. Bunun da estağidil buluşumuz lazım. Ve şundakla intayın sağgak buluşumuz lazım. Birinciden Cumhur'a kattık pozisiya tutuşta avval estağidil buluşumuz lazım. Ondan onun kendi sağgak buluşumuz lazım. Siyaset sizden çeverlikini talep kılsa siz çeverlik bile işleşiniz, bir kutluşku var ya ki selqaraşkı bulmaydı bununla estağidil muamele kılışımız lazım. Karşısında Cumhur Kompartiyası'ya kattık pozisiya kullanışka. Biz teximi köp kanun tedbirlerini tüzümüz. Demek siz işinizde var vatandaş. 10. ayının 9. 10. günü işki işi hesapta Cumhur Hepteliği başlandı. 30 parça kanun layığa makullandı. Hazır endi ulanı koyup durup yeniden tayinlengen, yeniden sayılanan devlet meclisinin azası ve yeni bir nöbetlik devlet meclisi yani davet edildi.
Cungo'ga qattiq pozitsiya qo'llanishda biz yana qattiq tadbir va qonunlarni tuzishimiz lozim. Bu qonun tadbirlarini icra qilishimiz kerak. Tuzib bo'lib bu qonunlarni icra qilishimiz kerak. U yana bundaq ko'rsatdi. Shininglarki, Prezident Trump Jungo Kompartiyasiga mushuning o'xshash, ya'ni bizga o'xshash. Men da'vatqan shu davlat majlisi, men da'vatqan Cumhuriyetchilar partiyasi mansublari, men da'vatqan qonun tuzishga oid mushuning o'xshash, xuddi mushuning o'xshash. Jungo Kompartiyasiga, ya'ni Jungo'ga qattiq pozitsiya bilan muomala qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat rahbarining 3-qo'l rahbari Avom palata boshlig'i Mike Johnson 19-kun axborot e'lon qilish yig'inida yana butun dunyoga axborot orqali yo'q farqida fikrlarni qilyotdi vatandosh. Mike Johnsonning bu fikri suhbat bayoni muxbirlarga biz avval so'zlaganlik sizlarga onunğa mazmun to'liqlamasi bo'ladi va texmi konkretlashtirdi. Demak, bugun davlat rahbari mushmanda so'z aytdi. Mushmanda Jungo'ga qattiq pozitsiya qo'llanishini ta'kidladi. Demak, shuningdan ko'rib olingki, oldimizda kelar yil 1-oyning 20-kuni Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin ijro qilinadigan yo'lga qo'yiladigan siyosatlar ve tiziladigan qonunlarni oldin ko'raylik, ya'ni bishorat xarakterli yoki hukm xarakterli siyosatlarni bugun sizlarga davlat majlisining Avom palata boshlig'i Mike Johnson yuqori so'zlab berdi vatandosh. Ondan keyin yana bir gap, biz mesela hazır Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisida 2 komitet var. Ya 3 komitet var. Hozir bizdan bilishimizcha, masalan, davlat majlisi ma'muriy doiralar Jungo komiteti. O ayrı bir komitet. İkincisi, Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitet. Bu komitet davlat majlisi Avom palatasida qurildi. Ondan keyin yana bir komitet, mesela Amerika Jungo iqtisod munosabatlari va bexatarlik tekshirish komiteti. Bu intayin nozik ishlarga diqqat qiladigan komitet ekan bu vatandoshim. Hozir shu komitetdan bir parcha xabarni sizlarga yetkazaylik. Jungo Kompartiyasi urush tayyorlab qilyotgandi. Amerika komiteti, ya'ni men aytgandek, bu ingliz tilida USCC komiteti deb ataladi vatandosh. İstihbarat sahasini nazorat qilishni taklif qildi. Shu komitet Jungo urushga tayyorlab qilayotgan bu istihbarat komitetining buni nazorat qilishni taklif qildi. Bu maqola 11-ya'ni 20-kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar bunda boshlanadi. Amerika Jungo iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti qisqartirib USCC deb ataladi. 24-yillik doklad e'lon qilib, dokladida bunday taklif berdi. İstihbarat sahasining Jungo Kompartiyasining urushga tayyorlik qilayotganligiga aloqador g'ayriy harbiy ishlar strategik ko'rsatkichini tekshirib baholash to'g'risida aytchilik qildi. Bu deganda birinchi g'ayriy harbiy ishlar. Bu ajoyibda orqa yoki mulozimat desangiz bo'ladi. Xitoylardagi Xochimbu deganda bu nima desangiz, nefret, ham nefretni zapas saqlash, tabiiy gaz zapas saqlash, turmush keraklik va harbiy ishlar keraklik. Bo'libni nefret degan harbiy ishlar keraklik. Narsalar vatandosh, mushuningga oid moddiy buyumlarni Jungo Kompartiyasining o'rinlashtirishi va uning jug'lanmasi ve onun uyardım büyük yetkilişi ve muşu cüğlanğan yetkilgen muşu mahsulatlarının zapas saklaş ornu degендek muşular doğrusu da endi USCC komitetinin teklif boyunca istihbarat organları tekşiriş elip verişi ve bağlap komitet dekolat tayyorlab
180 gün içinde Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi yo'llashi lozim. Endi bu gapni nima deymiz vatandosh? Hozir chunki o'zicha urush deyapti. Mayli Tayvan bo'lsin, mayli qayerda. Shundoq aytib, uning urushga tayyorlik qilish ahvoli qanday? Hozir Amerika Davlat Majlisidagi USCC, ya'ni Amerika Jungo iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti o'rtaga chiqib takliflar qo'yib, uning ustiga hozir mushu komitet ham Amerika Jungo iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti yangidan yana o'rtaga qo'ygan bir masala Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining yoki davlat majlisining Jungoga bergan normal sodada abadiy e'tibor berish siyosatini amaldan qoldirishni taklif qildi vatandosh. Amaldan qoldirishni taklif qildi. Bu to'g'ri biz sizlarga o'tganda bir so'z deganda qisqa lekin butun mazmun yetkazolmagan to'qmasan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palatasida qurilgan Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitetning raisi John Mollner bir qonun loyiha o'rtaga qo'yib, Jungoga berilgan abadiy normal savdo munosabati yoki Jungoga berilgan ashundaq abadiy normal iqtisod munosabatlik siyosatni amaldan qoldirdi. Bugun endi siz diqqat qilasizki, ikki komitet. Biri yuqorqi komitet, masalan, Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitet. Keyingi komitet USCC, ya'ni ishlab chiqarishni bor, iqtisod bexatarlik, Jungo Amerika bexatarlik tekshirish komiteti. Bu ikki komitet hozir biroqli o'rtaga chiqib, biroqli qonun loyiha o'rtaga qo'yib, biri o shaklda masalan Jungo urushga tayyorlik qilyapti. Tekshirasan, tadqiq qilasan, doklad yollaysan. Shundaqla sodada e'tibor berishni amaldan qoldirasan. Endilikdagi Avam palatadagi bu komitet, ya'ni John Mollner raisligidagi bu komitet biroqla qonun loyiha o'rtaga qo'yib, Jungoga berilgan sodada e'tibor berish siyosatini bekor qilishdi. Bu vaziyat vatandosh, endi siz diqqat qilganingiz hozir ikki komitet Amerika Qo'shma Shtatlari parlamenti yoki Avam palatasi Davlat Majlisidagi shuningdek Avam palatasi boshlig'i Mike Johnsonning so'zlagan so'zlari ham vaziyat ham siyosat sifatida sizning oldingizga qo'yildi vatandosh. Endi yana bir xabar nima deymiz desiniz, tuyuqsiz yetib kelgan xabar. İstihbaratga erishdi. Amerika bosh elchixonasi taqib etildi. Mavzuda xabar 11-ayning 20-kun Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 11-ayning 19-kun o'zgartirilgan yadro qurollari nazariyasida yadro qurollarini ishlatishni murakkablikdan oddiylashtirdi. Demak, bu yerda prezident Vladimir Putin Yevropaga, avvalo Ukrainaga yadro pozisiya ko'tarib chiqdi degan gap. Hani bundan qo'l silib o'zgartgan loyihalar ism qo'ydimi? Imzo qo'yish, ya'ni yadro qurollarini qanday ishlatish murakkablikdan oddiylashtirdi. Deganda buyruq tushiraman, o'q atsan degandeklar bir gap vatandosh. Hozir mushuning munosabatli holda hozir Jungo nazar torbitida bir xabar keldi. O xabarda nima deyildi? O'quvchi mavzusi o'qimasammi? Keldi desiniz, hozir Yevropada NATO'ga a'zo davlatlarning hammasi demak bu yadro urushiga tayyorlik qilish degandek. Masalan, okopga tushivilish, yer ostiga bomba pana okoplarga tushivilish, undan keyin radioaktiv elementlardan saqlanish uchun dori darmak tayyorlab ashliq va boshqalarga zapas qo'yib olish, xuddi urush davri urush yetib kelib degan manver qilgandek. Harbiylar manver qilganda katta 5 million chamusida 5 million parcha listovka, ya'ni listovka deganda tashviq varaqasi. Ondan keyin berishyor tarqitib, qanday saqlanish, qanday mudofaa qilish, qanday tayyorlik qilish, endi radioaktiv elementlarga qarshi yadro urushi bo'lib qolsa-da.
Endi buni yana bir noktada Cumhur Nazar torbeti bugünkü xabarda nim deb tursangiz, bu 3. Dünya urushiga tayyorlik qilish ma'nosiga ega degandek shunday gapni qilib, masalan, buni deysiz, mavzu nima desangiz, Rossiya yadro qurollari tahdid soldi. Yevropa 3. Dünya urushiga tayyorlik qildi. Mavzuli xabar 11-ayning 20-kuni Cumhur Nazar torbeti e'lon qilindi. NATO'ga a'zo davlatlar va butun Yevropa hozir urush tayyorligi davriga kirdi deydi o'g'itlar. Bunda andin Prezident Vladimir Putin bir tarafdan bu yadro tahdidi, yadro popozitsiyasi. Yana bir tarafdan nima ish qiladi ekan desamiz, hozir yana bir tarafdan suhbatga o'tiramiz. Prezident Trumpning suhbat qurish, Ukraina Rossiya urushi suhbat orqali hal qilishga qo'shilaman. Men suhbat qilish orzuim bor. Bu suhbatning mavzusi qanday ekan? Mana qarang o'tanda. Ciddi xabar, Rossiya urush to'xtatish shartlarini e'lon qildi. Açık reallikni tanib olishimiz kerak. Mavzuli xabar 11-ayning 20-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Bu xabar bunday boshlandi. Moskva doiralari suhbat qilishni xohlaydigan signal tarqatdi. Lekin Ukraina qo'ydigan talabi intayin og'ir. Ukrainaning ikkisi zaminini yutib olishni umid qiladi. Azerbaycan zaminlar Loganskiy, Donetskiy, Zakharov, ondan Xerson, mushu 4 oblastni yutib olamiz. Rossiyaga tava bo'ladi. Krimiya to'g'risida eg'iz ochmaymiz, tavami emas, hozir Rossiyaning ilkida Krimiya, Ukrainaning igidarchiligi yo'q. Uni qo'yib turaylik, mush 4 oblast Rossiyaning tavaligi yutadi. Rossiya ikkisi Ukrainaning ikkisi zaminini yutib olishni umid qiladi. Jumladan Rossiya va Cumhurni o'z ichiga olgan holda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komitetiga a'zo 5 davlat bunga kapolat qiladi. Yoki e'tirof qildi, ko'rdingizmi gaplarni? Xudo. Buni e'tirof qildi. Ondan bu 5 davlat yana o'xshashlar Ukrainaning qanchalik harbiy qism tayyorlash va qanchalik harbiy qismga ega bo'lishini belgilaydi. Ortiqcha harbiy qism tutishga va ortiqcha harbiy qism tashkillashga ruxsat yo'q. Rossiyaning shartlari ekan vatandosh. Bir tarafdan yadro popozitsiyasi, yana bir tarafdan bu shartlar ekan qarang. Rossiya prezidenti Vladimir Putin urush to'xtatish to'g'risida Amerikaning yangi saylangan prezidenti Donald Trump bilan suhbat qurishga tayyor ekanligini bildirdi. Agar shartlar shunday bo'lgan bo'lsa, bunga prezident Trump tarafidan hozir javob yo'q, balki birinchi oyda sira kirib olgandan keyin javob qilishi mumkin. Ama bu şart intayin egri şart ekan bor. Mesela bu suhbat Ukrainaning zaminini besib olgan ekan, shu besib olgan zaminni e'tirof qilish to'g'risida ham Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komiteti ham Ukraina e'tirof qilish bilan va kapolat qilish bilan birga andin biz suhbat quramiz. Bugünkü vaziyetimiz mushu degan ta'kidlaydiganim men vatandosh nuqtal ta'kidlaydiganim Cumhurning kechiringlar Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Avom palata boshlig'i Mike Johnson nima dedi? Biz Cumhurga qattiq muomala qilishimiz kerak. Biz Cumhurga yana qonun tuzib, bu qonunni ijro qilishimiz, tadbir qo'llanib, bu tadbirlarni ijro qilishimiz kerak. Yangi Mirzavatlik Davlat Majlisi Cumhurga qattiq qo'l muomala qilishni va qattiq pozitsiya tutishni va mushini belgilaydi va ijro qilib tuzgan qonunimiz va tadbirimizni ijro qilishimiz kerak. Eng oxirida bir jumla nima? Biz bugun mushu qattiq qo'l bo'lish Cumhurga, qattiq pozitsiya tutish Cumhurga da'vat qilamiz-da. Prezident Trump hukumati aqsirayib kirgandan keyin ham dal mushunda qattiq qo'l bilan Cumhurga muomala qildi. Cumhur ham
qattiq pozitsiya tutib dedi. Mana bugungi leksiyadagi halqiliq nuqta shu edi vatan.